Ey dil, Seni nima qilay? nima qilsam og'rimaysan. Bunaqa ob-havoda qo'shiq aytib boradi odam, bunaqa paytda qo'shiq aytadi. Hozir navbatdagi mehmonlarimiz bilan suhbatlashamiz. Yaxshimisizlar? Assalomu alaykum. Assalomu Yaxshi ovqatlandinglarmi? Kamchiliklar bo'lmadimi? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Sizmisizlar? Yoppasiga qayerdan keldinglar? Yoppasiga Qoramon yarimiz Namangan, O'zak. Hamma yoqqa tarqab ketgan. Qarindosh urug'lar. Chunki hammanglar bir xil bo'lib turibsizlar. Tan joninglar sog' bo'lsin. Xo'p, mana 5 barmoqlarni 5 barmoq yedinglar. Bilib turibdi mana qazilar. Men faqat xamir yedinglar, qazi yemadinglarmi? Endi boshladinglar. Orominglarni buzdik, ming bor uzr. Xo'p, mana 5 barmoqlarda shunaqa an'ana bor. Agar mana 5 barmoqlar ijtimoiy tarmoqlarga, Instagram sahifalariga obuna bo'lgan bo'lsanglar, bizda sovg'a bor. Hoji, sizga yarashadigan kepkalar bor. Instagramingiz bormi? Qani bitta ko'ring. Ana 5 barmoqlarga obuna bo'lgan ekanlar hozir. Lekin like bosmabdilar. Juda ko'p videolaringizda bo'lardi. Siz like'larni Voy, uylanguncha like'larni bosib oling, keyin bosa olmaysiz. Obuna bo'lgan ekanlar. Mana endi like bosib. Endi like'larni bosib tashlang. Yo'q. Nimaga chiqdi? Uydagilar. Подписка qilib hozir bosib olmadingizmi? Nima like'lar yo'q? Like'larni bosib tashlang, qizartirib tashlang, like'larni bosib, har bitta videolarga like'larni bosib, qizartirib tashlang. xamirlarimiz kelib mana. Qo'shib turinglar. Akamiz obuna bo'lganinglar uchun. Qarsanglar. Xulos qarsanglar. Mana shu singlimiz ham like bosmagan bo'lsalar ham. Endi mana shu kepkani ko'rganda qizartirib like'larni qizartirib turadi. Keyin mana shu singlimizga ham mayli, yana bitta qizilidan bering. Bitta qizilidan bering. Mana patnisga bo'lganman. Yo'q. Wi-Fi bo'ldi. Qani bitta o'zim tekshirib olay. Qo'yib. Faqat agar like bo'lmasa, qani like? Videolaringizda bor. Aniq, ha? Ana kosmetologlarga oqida. Oppog'idan. Ikkinchi kelishinglar oldin ham kelganmisizlar? Har hafta. Har oy. Doimiy mijozlarimiz. Xudo xohlasa, like'larni banglatib bosinglar, kommentariyalarni bosinglar, yaqin do'stlaringizga ulashib qo'yinglar. Xudo xohlasa, mana shu video chiqqanda ham kommentariyasida iliq fikrliklarini kutib qolaman. Shoqimli ishtaha. Xo'p, Rahmat, onajonlar, mazza qilib.